Bugungi kunda mamlakatimizda ichki turizmni rivojlantirish, fuqarolarni milliy qadriyatlarimiz va boy tariximiz bilan yaqindan tanishtirish muhim yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ana shunday ezgu maqsadlar yo'lida Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti talabalari uchun Samarqand shahriga ma'naviy-ma'rifiy sayohat tashkil etildi. Mazkur sayohat talabalar uchun nafaqat tarixiy bilimlarini boyitish, balki ularning dunyoqarashini kengaytirish, vatanga bo'lgan hurmat va ehtirom tuyg'ularini yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Talabalar dastlab Imom al-Buxoriy majmuasini ziyorat qildilar. Bu muqaddas maskan buyuk muhaddis Imom al-Buxoriy nomi bilan bog'liq bo'lib, u zotning ilm yo'lida qilgan ulkan xizmatlari, hadis ilmini rivojlantirishdagi beqiyos hissasi haqida batafsil ma'lumot berildi. Bu maskan talabalarni chuqur tafakkur va ilmga hurmat ruhida ilhomlantirdi. Navbatdagi manzil Amir Temur maqbarasi bo'ldi. Bu yerda buyuk sarkarda va davlat arbobi Amir Temurning hayoti, siyosiy faoliyati hamda davlat boshqaruvidagi donishmandligi haqida so'z yuritildi. Uning tarixdagi o'rni, kuchli va adolatli davlat barpo etishdagi xizmatlari har bir inson uchun ibrat maktabidir. Sayohat davomida talabalar Shohizinda majmuasiga ham tashrif buyurdilar. Ushbu tarixiy obida o'zining betakror me'morchiligi va nafis bezaklari bilan ajralib turadi. Har bir koshin va naqsh o'zida boy tarixni mujassam etadi. Shuningdek, talabalar Ulug'bek rasadxonasida bo'lib, buyuk olim Mirzo Ulug'bekning ilmiy merosi, astronomiya sohasidagi kashfiyotlari haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Sayohatning eng yorqin taassurotlari esa kechki payt Registon maydonida davom etdi. Registon ansamblining tungi manzarasi zamonaviy lazer shoulari bilan uyg'unlashgan holda talabalarga unutilmas lahzalarni tuhfa etdi. Maydonni bezab turgan Ulug'bek madrasasi, Sherdor madrasasi va Tillakori madrasasi o'zining ulug'vorligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa Tillakori madrasasining ichki bezaklaridagi oltin naqshlar sharq me'morchiligining yuksak namunasi sifatida alohida e'tiborga sazovor. Bir so'z bilan aytganda, bunday sayohatlar har bir talaba uchun katta ma'naviy va ma'rifiy ahamiyat kasb etadi. Ular orqali inson o'z tarixini yanada chuqurroq anglaydi. Milliy merosga nisbatan hurmat tuyg'usi mustahkamlanadi. Eng muhimi, bunday safarlar har bir ishtirokchida vatanga sadoqat va kelajak oldidagi mas'uliyat hissini yanada kuchaytiradi. Zero, o'z tarixini chuqur anglagan va undan saboq olgan inson har qanday jamiyatning mustahkam tayanchidir.